Assalomu alaykum, hurmatli talabalar va kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun sizlar bilan eksperimental psixologiya fani yuzasidan 3-mavzuga ahamiyat berib, mana shu mavzuda keltirilgan ma'lumotlarni o'rganib chiqamiz. Mavzumizning nomi sensor deprivatsiyasi. Quyidagi rejalar bo'yicha sensor deprivatsiya tushunchasi, sensor deprivatsiyaning namoyon bo'lish shart-sharoitlari, sensor deprivatsiya sharoitidagi psixik o'zgarishlar, sensor deprivatsiyasini eksperimental psixologiyada o'rganish metodlari kabi rejalarni bugungi rejalar yuzasidan ushbu mavzu bo'yicha sizlarga men Termiz davlat universiteti psixologiya kafedrasi katta o'qituvchisi, psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori Almardanova Salomat Bobonazarovna mavzuni tushuntirib taqdim etib boramiz. Sensor deprivatsiya bu hissiy mahrumlik degan ma'noni anglatadi va lotin tilidan olingan ikkita so'zdan iborat. Sensus his tuyg'u va deprivatio bu yo'qotish, mahrum qilish degan ma'nolarni anglatadi. Har bitta yoki bir nechta sezgi organlariga tashqi ta'sirlarning qisman yoki to'liq ravishda sezilish darajasida bilinadigan yoki bo'lmasa markaziy nerv sistemasiga nerv impulslar oqimining kamayishiga olib kelish jarayoni sensor deprivatsiya deb aytiladi. Sensor mahrumlik bu ma'lum bir psixologiyada xuddiki o'zini amalga oshirilishi jarayoni bo'lgan, ya'ni hissiy mahrumlikka olib keluvchi bir qator shart-sharoitlar bor va bular shart-sharoitlarning eng ko'p taalluqli ekanligi joy vazinsizlik holatida. Masalan, sensor mahrumlik xodimlardan chegaralangan fazoda, ya'ni suv osti kemalarida, kosmik kemada va boshqa alohida yakkalanib qolgan hududlarda faoliyat yuritayotgan insonlarda kelib chiqishi mumkin bo'lgan holatlardan tashqari eng ko'p kosmik parvozda hissiy mahrumlikni kuzatishimiz mumkin va bundagi sensor deprivatsiyaning rivojlanishiga esa vazinsizlik holati yordam beradi. Bundan tashqari odatiy hayotimiz tarzida, kundalik kun tartibimizda sensor deprivatsiyaga ham duch kelishimiz mumkin va bunday holat murakkab qurilmalar bilan ishlaganda, o'tkir hidli moddalar bilan ishlaganda, sensorli yoki ta'mni buzilishi yoki harorat retseptorlari va vestibulyar apparat hissini yo'qotish bilan bog'liq holda kechishi mumkin. Masalan, aynan hissiy mahrumlikni muqobil variantlari ham bor va odatda sensor deprivatsiyani tushuntirar ekanmiz, uni salbiy holatlariga ahamiyat berishingizni so'rardim. Sensor deprivatsiyada yuqorida ko'rdikki, murakkab qurilmalar, aynan murakkab qurilmalardan hamki bugungi kunda mobil telefon apparatlari, qulog'imizdagi naushniklar va quloqchinlar, eshitish moslamalari bizda sensor deprivatsiyani vujudga keltiradi. Ya'ni bulardan foydalanish jarayonining juda tartibsiz, xaotik ravishda amalga oshirilishi, quloqchinlarni quloqlarimizda juda uzoq vaqt mobaynida qolib ketishi yoki kun davomida mobil telefonlarda gaplashishimiz soatlarining cho'zilib ketishi bizdagi sensor deprivatsiyaga olib kelishi mumkin va bu odatda ijobiy holat emas. Quloqlarimizga eshitilayotgan ovozlarni juda past tonda teran anglashib olishimizning buzilishiga olib keladi va sekin-sekin eshitishda zaiflik, karlik shakllanishi mumkin. Lekin bu kabi faktlar bilan biz sensor deprivatsiyani mutlaqo zararli bo'lgan holat deb ham ayta olmaymiz, chunki aynan hissiy mahrumlikning foydali tomonlari bor. Foydali tomonlaridan tibbiyotda ishlatiladi. Masalan, ba'zida bemorlar izolyatsiya holatiga olinadi. Bu nafaqat inson organizmidagi kasalliklarni boshqa insonlarga yuqishi, balki u o'zini shu xasta paytida boshqa odamlardan chegaralab, ba'zi odamlar ruhiyatida shunaqa holat bor, kasal bo'lganligini hech kimga bildirishni va kasal holatidagi yuz chehrasi bilan ko'rinishni xohlamaydi va bu holat ularga yordam beradi. Ikkinchi bitta holat bor yogada. Yogada inson o'zini ichki xotirjamlikka erishish uchun ko'rishdan, eshitishdan, gapirishdan mahrum etadi va tinch holatda muvozanatni saqlab, o'zini tanasida va ruhiyatida sokinlikka erishadi. Keyingisi bu meditatsiyada. Bilasiz, har qanaqangi psixologik xizmat amalga oshirilayotgan paytda oldin sizga kelgan mijozni meditatsiya bilan shug'ullanib, uni tinchlantirib olib, keyin asosiy mashg'ulotlarga qadam qo'yiladi va psixologik tajribalarda, masalan, hissiy mahrum qilish palat
palatalarida bemorlar qoldirilishi mumkin. Odatda psixologik sensor deprivatsiyaga erishish o'yinlar sifatida kelganda mijozlarga ijobiy samaraga olib chiqsa, gohida sensor deprivatsiyadan ijtimoiy hayotda jinoyatchilarni turli qiynoqlarga va jazolarni tortishda ham sensor deprivatsiyadan foydalanib ko'riladi. Hissiy mahrum qilish davrlarida bu insonda ichki hissiyotlar beixtiyor tahlil qilinadi va ichki ongimizda tuzib chiqqan rejalarimiz qayta ko'rib chiqiladi va miyamizda mavjud axborotlar saralanib olinadi. Va shunday holatni amalga oshirish uchun odam gohida bir o'zi tinch joyda qolishni xohlaydi va bu orqali u o'zini ruhiy holatini barqarorlashtiradi, o'zini o'zi tuzatib oladi va o'ziga ozgina tasalli olib, oldindagi muvaffaqiyatga erishish uchun o'z ongida rejalarni qayta ko'rib chiqadi. Va bunday holatda bo'lsa agar va bunday yolg'iz qolish soatlari odatda bitta xonada inson 1,5 soat vaqtda qolganda biz yuqorida sanab o'tgan ijobiy ta'sirlarimiz ro'y beradi. Va lekin agar sensor deprivatsiyaning inson xonada yolg'iz qolib kelish soatlari 2 soat va undan oshib ketsa, inson ongining salbiy tomonga o'zgarishlarini ko'rishimiz mumkin. Va sensor deprivatsiya eksperimental psixologiyada 2004-yilda Moskva davlat universiteti psixologiya kafedrasida faoliyat olib borayotgan dotsentlar tomonidan Kokorina hamda Olga Gardeva tomonidan eksperimental yo'l bilan aniqlanib, ushbu yuqorida aytgan ma'lumotlarimiz, ya'ni sensor deprivatsiyaning salbiy va ijobiy tomonlari aniqlanib olgan. Va agar yuqorida aytganimizdek inson bitta xonada 1,5 soat vaqt mobaynidan ortiq qolib ketgan taqdirda uni ruhiyatida o'zgarishlar paydo bo'ladi. Ya'ni o'zining real holati bilan o'zini yashab o'tayotgan yoki miyasidagi ruhiy holatdagi ideal tushunchalari orasidagi aloqa yo'qolib qoladi. Gallyutsinatsiyalar ro'y berishni boshlaydi. Yo'q narsalarning quloqqa eshitilishi, yo'q narsaning ko'zga ko'rinishi yoki ruhiy tushkunlik kuzatiladi. Tezda xafa bo'lib qolish yoki ishonchsizlik o'ziga nisbatan, atrofdagilarga nisbatan va ayniqsa eng ko'p sensor deprivatsiyada, ya'ni hissiy mahrumlikka amalga oshirishni boshlagan o'smir bolalarda daydi xulq shakllanishni boshlaydi. Keyinchalik esa ushbu salbiy holatlar odamdagi post-travmatik stressga sabab bo'lishi mumkin. Odatda sezishdan hissiy mahrum qilish kamerasi bu odamni tuzlik suvda suzadigan tovushli va yengil qattiq bak bo'lib, bu zichligi insonning tana zichligiga va tana haroratiga mos bo'lgan bochkalardan iborat bo'lgan va buni birinchi marta bunaqa sezishdan mahrum qilish kamerasini 1954-yilda Jon Lilli yaratgan va bunday palatalar meditatsiya, dam olish va muqobil tibbiyotda ham qo'llanilib kelgan. Va shu yerda sizga savol qoldiraman va ushbu savolni kanalimizni kuzatib borayotgan kuzatuvchilar kommentariyalarda yozib qoldirishingiz mumkin. Nega meditatsiyani amalga oshirgan Jon Lilli bochkalardagi tuzli suvdan foydalangan? Va birinchi martadagi kameralar ushbu holatda bo'lsa, hozirgi kunga kelib suzuvchi kameralar mavjud va suzuvchi kapsula termini ishlatiladi. Britaniyaning Kolumbiya universitetidagi professorlar Peter Sultfeld va Roderick Borri bunday sezishdan mahrum qiluvchi yoki suzuvchi kamerani 1970-yilda yaratganlar va bu orqali ular kasallarni davolaganlar va ularning texnikasining nomi cheklangan ekologik rag'batlantirish, davolash, dam olish xonasi deb aytiladi. Gohida insonning ruhiy holatida siqilishlar, stresslar ko'payib ketganda o'zi yolg'iz qolishni xohlaydi. Va sensor deprivatsiyani ko'plab turlarini aniqlagan yuqorida aytgan Gordeva, Kokorina va bundan tashqari Matchehalar eksperimental yo'l bilan o'rganib, ular ko'plab turlarini ajratib berganlar va shunday turlarini ko'rib chiqamiz. Va birinchi turi onadan mahrumlik deb nomlanadi va bu jamiyatda eng ko'p uchraydi. Ayniqsa hozirgi kunda globallashuv jarayonida ayollarning ham karyeraga intilishi yoki ijtimoiy sohalarning turli sohalarida xizmat vazifalarini bajarishlari onalik mahrumligining birinchisini keltirib chiqarmoqda va
yosh bolasi bo'lib, yosh bolasini 3 yoshga kirgizmasdan turib davlat ishida ishlaydigan onalar o'z bolalarini hissiy mahrum qilishni boshlaydilar. Ya'ni bolaga e'tibor berish, uni erkalatish, uni o'z vaqtida uxlatish va ovqatlantirish kabi vazifalarni tarbiyachilarga yuklaydilar va bunda bolada hissiy mahrumlik holati kelib chiqadi va rasmda ko'rib turibsiz, haligi onasini kutib o'tirgan bolamizni kayfiyati yaxshi emas. Va bunday bolalar hissiy mahrumlikni boshdan kechirib ulg'ayganlarida, muammoga duch kelganlarida o'zlarini ko'pincha yopiq xonalarda, aynan deylik cho'milish xonalarida eshikni qulflab olib, burchakda, sovuq joyda o'zlari o'tirib muhokama qiladilar, atrofdan yordam kutishni xohlamaydilar. Bunaqa xulq-atvorning sababi esa bolalikdagi ana o'sha mahrumlikning bir qoldiqlari sifatida ko'rinib turadi. Va eng ko'p sensor deprivatsiya turlari ichida o'rgangan olimlar onalikdan mahrumlikni ko'proq chuqurroq insonlar ongiga tushuntirishga harakat qilgan va bu orqali onalarga bolangizga o'z vaqtida vaqt ajrating va unga e'tiborli bo'ling deyishgan tadqiqotchi olimlar. Agar bola har doim ona tomonidan quchog'iga olinib erkalanmas ekan yoki bag'riga bosilmas ekan, ular bu holatni davom etgan qadar keyinchalik ular kasal bo'lib qolishadi. Va kasal bo'lib qolgan bolalarda esa hech qanday organizmda o'zgarishlari yo'q, faqat mehrning yetishmasligi oqibatida sodir bo'ladi. Keyingi onalikdan mahrumlikni turi bittasi, bu ayniqsa biz o'zbek ayollarimiz ro'zg'orda ish qilishni juda yaxshi ko'ramiz va bolalarimizni o'zlarini belanchaklarida solib qo'yib, sen jim o'tir, men kir yuvib kelaman yoki ovqat yuvib kelaman, qilib kelaman kabi bir qator muammolar bilan o'zimizni tinchlantirib, ovunib ishimizga, farzandlarimizni esa harakatdan mahrumlikka undab qo'yamiz va bu harakat deprivatsiyasi deyiladi. Ya'ni ko'rib turganingiz ekrandagi 9 oylik yoki 1 yoshgacha bo'lgan bolalar emaklashlari kerak, birorta buyumni ushlab joylaridan turish kerak va onalarni uni belanchakka solib qo'yib ish bilan shug'ullanish davomida bolalar bunday harakatdan mahrum etiladilar. Va yuqorida ko'rganingizdek onalikda bolalar tug'ilish jarayonida onadan biologik ajrasalar-da, lekin ular psixologik chambarchas bog'liqlikda qoladi va biz ularni psixologik mahrum qilib boshlasak, bizni bolalarimiz bu salbiy holatni o'zlaricha o'tkazib yubormaydi va ularda bo'ri bolalari, Mowgli bolalari va yovvoyi bolalar kabi tashxisi bilan ularning xulq-atvori buzilishlarini ko'rishni boshlaymiz. Bola o'zini mehr muhabbatini onadan ola olmagandan keyin u o'zining yomon xulq-atvori orqali onaning e'tiborini jalb qilib olishni xohlaydi. Shuning uchun ham u bo'rilardek yoki Mowglilardek yoki yovvoyi odamlarga o'xshashdek harakat qilishadi. Va bundan tashqari kognitiv hissiy mahrumlik bor. Bu degani bola o'qiy olmaydi, bilimni o'zlashtira olishga qiynaladi. Bu jarayonda ota-onalar tomonidan uni qo'llab-quvvatlash emas, balki unga nisbatan juda qo'pol gaplar bilan sen aqlsizsan, seni miyang ishlamaydi, sen ahmoqsan kabi ta'kidlar bilan bolalarni ko'proq va yomonroq holatda kognitiv yo'qotishga undab qo'yadilar va ko'p narsani bilmay o'z tengdoshlaridan orqaga qolib ketayotgan, yaxshi o'zlashtira olmayotgan bolalarning eng tajovuzkor holatlaridan biri u sinfdosh o'rtoqlarining yoki uydagi opa-singillarining sochidan tortishni boshlaydi va mana shu harakatni eslab qolsangiz, demak bolada kognitiv depressiya yuz berayotganligini bilishingiz mumkin. Va odatda ko'pincha qiz bolalarda kuzatiladigan holat, ular o'zlariga o'zidan katta qizlarni dugona qilib, bular bilan xulq-atvorning yomon ko'rinishlarini sodir etuvchi yo'llarni tanlaydi. Ya'ni kayf beruvchi ichimliklarga yoki sigaretalar chekishga o'zini mahkum etib qo'yadilar, mehr oqibatining yetishmasligi oqibatida. Qanday qilib sensor deprivatsiyaning oldi olinishi mumkin? Sensor deprivatsiyaning insonlar xulq-atvorida sodir bo'lmasligining yechimi bu mehr va muhabbat. Haligi dunyoni go'zallik qutqaradi degan iborasi keyingi yillarda dunyoni mehr va muhabbat qutqaradiga almashinib bormoqda va ko'rib turibsizki, yuqorida xafa bo'lgan bolajonlarni xursand qilish uchun juda katta mehnat yoki juda katta kuch kerak emas. Ularni bag'ringizga bosing, erkalang va ularni
o'ping, ularni ko'zlaridagi quvonchni ko'ring. Ular Abraham Maslow aytganidek 10 yoshgacha mehr, muhabbat, xavfsizlik kabi quvonch hislarini o'zida to'ldirib olsa, bola 10 yoshdan keyin hayotida uchrayotgan qiyinchiliklarni bemalol o'zi yechish kuchiga ega bo'la oladi. Va bugungi mavzu qiziqarli bo'lishi bilan bir qatorda juda muhim, sababiki sensor deprivatsiya eng birinchi bolalarda xavf omillarini paydo qiladi. Shuning uchun mavzumizda imkon qadar kichik yoshdagi bolalarda uchraydigan sensor deprivatsiyaga ahamiyat berdik. Mavzuni kuzatib boring, kelgusida yanada kengroq yoritamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.